Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun mushu doim ko'rilgan masala, ya'ni WhatsApp'ninki axlatini tozalashni ko'zitib o'tmoqchi. Ba'zi qarindoshlar bilsa, ba'zi qarindoshlar buni bilmaganligi uchun buni bir o'kitib qo'yish maqsadida bu videoni qilgan bo'ldik. Buni qilish uchun qanday qilamiz deganda, avval WhatsApp'ni ochamiz. WhatsApp'ni ochgandan keyin bu üst tarafdagi 3 tal chekitni bosgandan keyin bu yerda ayarlar deb bir tanshak chiqadi. Buni bosgandan keyin buning ichidan cho degan chog'da veri va depolama qo'llanma deganni bosamiz. Ondan keyin cho deganda buning ichidan qarasak, buni depolama qo'llanma deb bir narsa chiqibdi. 5G deb. Ya'ni 5G axlat bo'lib qolibdi hozir bu telefon. Bu axlatni qanday tozalaymiz degan chog'da mushu depolama qo'llanma degan ichiga kiramiz. Kirgandan keyin cho deganda barliq mushu sizning telefonni axlat qilgan top yoki ma'lum shaxsninki tizimligi chiqadi. Endi qarasanglar bu yerda yuqorisi 600 megabaytdan tövini 153 megabaytgacha, ya'ni pastga tushsak endi nurg'a axlatlar bor. Buni bir tozalab boqaylik. Qanday tozalaymiz deganda birinchidan kirdim. Kirgandan keyin cho deganda qarasanglar mana alan achin deb turdi. Buni bosamiz. Andan keyin cho deganda oldiga to'g'ri belgisi qo'yilgan shu narsalarni tanlaydi. Masalan, yıldızlı mesajlar, fotoğraf çıkartma, gif degan mush narsalarni oldiga to'g'ri belgisi qo'yilibdi. Mush narsalarni juydi degan gap. Hamda övelari sil deganni bosgandan keyin cho deganda 600 megabayt axlat jo buningdan juyildi degan gap bosdim. Mana hozir 600 megabayt axlat juyildi. Ikkinchisini ochdim. Ikkinchisini echib, yana alanni seçdim. Ondan keyin övelerini sil dedim. Ondan keyin mesajları temizle degani bastım. Yani bu xil şekilde cho degan chog'da, bu xil şekilde biz telefonimizni birdan cho deganda shuni hamma tozalab chiqarib o'tgandan keyin bu 6G axlat yo'qolgan bo'ladi. Bugün WhatsApp'daki axlatni tozalashni o'rgatgan bo'ldik. Qarindoshlarga ozdir ko'pdir foydasi bo'lgan bo'lsa, biz bundan mamnun bo'lamiz. Inshaalloh kelar qatimki videolarimizni ko'rishdi. Allohga omonat.